Salom qarindoshlar. Mana mavo G'ulom Osmon degan mavo bandit qarta xalqimiz savol qo'yibdi. Men bir O'rta Osiyodagi Uyg'urcha bilmaydigan, koni yoziqni bilmaydigan qarindoshlar o'qib beray. Sal uzunkan bu. Shunda bo'lsin o'qiytimiz. Anglab yiqinglar. G'ulom hukumat va mantiqliq tökmat. Bayam topda G'ulomkamning mantiqliq guman nomli mono tökmat videosi uchrab qilib tafsili anglab chiqdim. G'ulom tökmat gerçi videoda o'zi tökmat qilayotgan odamlarning ismini aniq tilga olmagan bo'lsa-mu, atalmış mantiqliq guman nomli sepsasida tasvirlagan odamlarning Erkin Sidiq va Abduvali Ayub qatorliq Uyg'ur ziyolilari ekanligi mana deb aniq chiqib turdi ekan. Onundan başqa bu qitimliq tökmatmi G'ulom tökmatning necha yildan beri mazkur Uyg'ur ziyolilarga artgan fitna tökmatlarining takrorlanishi bo'lib, tökmat atishiga ko'rsatgan bahona sabablarda hech yangilik yo'q bo'lg'achqa, tökmat nishonining kim ekanligini anglablan bilgili bo'ladi ekan. Darvaqa bu qitimmi bu yuzi qilin fitnaxo'r G'ulomkam ilgirkiga o'xshashlam tökmat xurjunini ichib, Uyg'ur ziyolilarga tökmat tükürüklarini chachiratqilib turibdi. Ilgirkiga o'xshamaydigini bu qitimliq tökmatga mantiqliq guman deb ism qo'yibdi. G'ulomkam yana 90-yillarda o'zining beshidan o'tgan hikoyalarni misolga elish orqali 6-7 yil burungi vaziyatni tasvirlab, bundan 6 yil burungi vaziyatni 90-yillardagi vaziyatdan ko'p ching ekanligini isbotlamoqchi bo'libdi. Hamda shu orqali Abduvali ma'lumning chet elga chiqqanini Xitoy istixborotiga chetish orqali Abduvali ma'lumga Xitoyning jasosi deydigan atalmış mantiqliq tökmatni chaplabdi. G'ulomkamning nazarida Xitoy shu darajada mukammalkin, Xitoy yo'chiqsiz, xatolik sodir qilmaydigan, bayni Xudodek hamma ishni to'liq kontrol qilib turadigan iloh ekan. Xitoyga bo'lgan imoni nimancha kuchli bu odamning, ha? Haqiqatan ta'sirlandim. Xitoyga iymon etgan G'ulomkam G'ulom tökmat. Onundan başqa yana G'ulom tökmat Ilhom To'xtig'ima tökmat chaplashdan sirt yana Erkin Osiyo radiosiga tang tökmat chaplabdi. G'ulom tökmat buning bilan qolmay yana lager shohidlarini Xitoyning jasusiga taqqoslab tökmat chaplash bilan birga agar ular o'zining Xitoyning jasusi emasligini isbotlamoqchi bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultayidan neri turib, atalmış G'ulom hukumatga bayat qilishi kerak ekan. Hamda bu qitimqi kazzab imzo kompaniyasini qo'llashi kerakligini deb lager shohidlariga zo'tankashlik qilg'ili turibdi. Agar lager shohidlari qurultay bilan billa dunyoning har qaysi ellariga berib guvohlik berishni davomlashtirsa, bu lager shohidlarining Xitoyning maqsadlik chet elga chiqargan Xitoy jasuslari ekanligini G'ulom hukumatining atalmış mantiqliq guman nomli tökmat xurjuniga asosan jasus deb bekitiladi ekan. G'ulomkam kazzab boplam qolmay yana mutham ekan. G'ulomkam yana qeyrig'ini bilmaydigan hayosiz pitnikash. G'ulom tökmat qulg'ini ding tutib anglag'ayki. Sizning atalmış gumanınız mantiqliq guman bo'lsin yoki mantiqsiz guman bo'lsin. Mayli qandaqlam guman bo'lsin, guman fakt emas. Sizni yoqtirmaydigan yoki sizni qo'llamaydigan odamlarning ustingizdan o'zingiz xohlagancha guman to'qib chiqib, uningga atalmış mantiqliq guman deydigan ismdan birini qo'yib, andan u gumanni dasmiy qilib turib boshqalarga tökmat artish haddingiz emas. O'zingizda nima chaqlab qoldingiz G'ulomka? G'ulom tökmat. O'zingizda qozi yoki so'chi chaqlab qoldingizmi? So'chilar guman bilan emas, hech bo'lmasa yetarlik moddiy isbot bilan hukm chiqardi. Lekin sizdek bir pastkash odamga, pastkash maqsadga yetish uchun vositalab o'tamaydigan iflos odamga isbotlan keragi yo'q. Tökmat xujiningizda eshiblam o'zingiz to'qib chiqqan guman bilanlam boshqalarning ustidan hukm chiqarib, tökmat arsingizdan yetarlik. Bu sizning intayin pastkash va intayin rezil odam ekanligingizni ko'rsatadi. Demak, sizning mushundaq rezil va iflosligingizdan hukumat olti parcha bo'lib ketgani bekor emas ekan. Buni bilib oldik. Siz to'qigan undaq tetiqsiz ham moz mantiqliq gumanni hamma odam to'qiy oladi G'ulomka. Masalan, siz 90-yillarda o'zingizning beshida o'tgan voqealiklardagi vaziyatni Abduvali ma'lum chet elga chiqqan 2015-16-yillarga solishtirib, o'zingizning pasportsiz chet elga chiqqanini shu zamonda vaziyat bo'shdi deb xulosa chiqaribsiz. Bu qip-qizil yolg'on gap.
90 yıllar barin inqilabı yığılan bastırılgan ve kaldık inqilabçılarga zərbi beriş hareketi güçlük icra kılınatkan ciddi payt idi. Hem de Orta Asya'daki Uygurlar vatanını müstakil kılımız deb Xitayning chegarasidan hareket kılıvatkan ciddilik derisi hazırki qirg'inchilik kunlardimi nechasi kuchlik chaqlar edi. O zaman hech qachon siz davatgan Xitoyning bo'sh beparvo zamonlari emas. Chegara ichida qo'zg'olonlar portlagan, chegara sirtiga dushmanlar to'plangan, zamonli jiddiy va chin zamonli bo'lmay, bo'sh va beparvo zamonlar bo'lamdikan kazzab g'olamka. Demak, dal shundoq bir jiddiy paytda o'zingizning gapi bo'yicha saqchiga tutildingiz. Andan 2 oy kunda saqchiga qattirdingiz. Saqchilar sizni 2 oy so'roq qildi. Bu sizning gapingiz. Ammo buni siz davatgan atalmış mantiqli gumonga salsak olamka. Saqchilar sizni 2 oy saqchixonaga apirib so'roq qilib, sizga qahva yoki choy qo'yib berish uchun saqchiga apirib olmagan bo'lg'iydi ha. Texmo qiziq yeri. Saqchilarning so'rg'ini tugutiblam, O'rta Osiyoga pasportsiz chiqib qolganingiz. Texmo qiziq. Demak, saqchixonada 2 oy josuslik dars oldingiz, ondan vazifa topshirilib, O'rta Osiyoga chiqarildingiz. O ay kunlarda pasportliq chiqsangiz, O'rta Osiyadagilarning gumoni qo'zg'alib qoladi. Shunga Xitoy sizni pasportsizlam chegaradan chiqarib, barar joyingizga yetkazib qo'ydi. Bir mezgil siyosiy bevosita aralashmay, josuslik qilib, vazifa o'rindadingiz. Andan Xitoyning ishiga yaramay tashlandingiz. Yoki hali ham Xitoyga ishlayotgan cho'ng jasus siz. Qandaq dedim g'olamka. Sizning atalmış mantiqli gumon nazariyangiz bo'yicha fikr qilganda, g'olamkam jasus chiqdingiz-ku mana. Buningga bir javob bering g'olamka. G'olam jasus. Javob beralamsiz. O'zingizning jasus emasligingizni isbotlab bering qani. Bir anglab baqayli. Men sizdek paskash emas. Siz boshqalarga qilgan zotan kashlikni sizga qilmayman. Qani javob bering, qirg'inni bilmaydigan nomussiz paskash, pitnikash, to'kmatxo'r g'olamka. Ko'pchilik birlikda javobingizni kutamiz. Jasus emasligingizni isbotlash uchun cho'qim javob berishingiz shart. Bo'lmasa o'zingizning atalmış mantiqali gumonni bo'yincha siz bir jasus xolos. Texi kursantlarga topshiriq deydi texi. To'kmat to'qish kursi ichibdi. İplasligini bu adamning. Endi atalmış imza o'yiniga kelsak, qo'llaganlar mustaqilchi deydigan unvonga erishamiz. Qo'llamaganlar avtonomiyachi yoki Xitoyning jasusimish. Javob: mening bevosita so'rab bilishimcha va kuzatishimcha, bu atalmış kazzablar imzo kompaniyasini qo'llamaganlarning qo'llamaslik sababi mundaq bir qancha turlik. Birinchi, G'olam hukumat boshchiligidagi atalmış surgunda hukumatni, ya'ni bu pitnikashlar ansamblini eliga hukumatga hatto normal bir tashkilot deb e'tirof qilmaydi ekan. E'tirof qilmagandan keyin G'olam hukumat tarafidan e'lon qilingan har qanday faoliyatga ovoz qo'shmaslik bu intayin normal ahvol. Shundaq-ku. Atalmış G'olam hukumatni e'tirof qilmaydi degan gap, uning barliq ishlarini e'tirof qilmaydi degan gap. Ikkinchi, G'olam hukumatning odamlarni kazdab nachar odamlar deb qarab, ular qilgan yoki qilayotgan ishlarini mi qo'llamaydi ekan. Buningmi narxatda har qanday odam ma'lum bir odamni yoki ma'lum bir guruh odamni kazzab ham nachar deb qarasa, uning ishlanmasa, uningda neri turdi. O nachar odamning hech qanday ishini qo'llamaydi. Bumi intayin normal ish-ku. Uchinchi, Amerika parlamentiga yo'llangan mazkur imzoliq talablarning orasidagi ba'zi moddalarni qo'llasimi, ya'ni ba'zi moddalarni qo'llamaydigan shu sababdan imzo kompaniyasini qo'llamaydiganlar. Bumi normal ish-ku. Masalan, men bu bayqadim. İmzoliq xatda nurg'un masalalar bor. Noto'g'ri moddalar, hatto Uyg'urlarga ziyonli moddalar bor. Bundaq ahvolda qanday qo'llag'ili bo'ladi? Faqat 4 odamlarlam mustaqillik deydigan quruq shuarga melikit bo'lib, imzoliq xatga zodi nimalar yozilgan? Diqqat qilmaylam qo'llaverdi. Undaq 4larmi bakan ana. 4-chi, imzoliq xat boshlanishdan burun bizga uqtirilmadi. Avval xatning mazmunidan xabardor bo'lishimiz kerak edi. Kam qolgan yerlarini to'liqlab, xato yerlarini chiqarib, tashlab, hammalarning qabul qila oladigan millatning g'oyasi haqiqiy aks ettirilgan to'liq bir xat bo'lishi kerak edi deydiganlar. Ularning bu talabining nari xato? G'olam hukumat boshchiligidagi bir bo'lak qazzablarning o'zining manfaatiga to'g'rilab yozib chiqqan bu imzoli xatni mustaqillik deydigan girim bilan padazlab, boshqalarga zo'rlab tangadigan haqqi yo'q. Imzo qo'ymaganlarni Xitoyning jasusi yoki avtonomiyachi deb tillab zotan kash qilgan texmi haqqi yo'q.
imzoli xat bilan o 5-chi ziminning besilingan zimin ekanligini qabul qildirg'ili bo'lmaydi deb qaraydiganlar. Buningmi nari xato? Hatto hukumatchilar o'zimi bunda xat bilan qabul qildirg'ili bo'lmaydiganligini da'vo etdi. Shundoq turib yana nimaga imzo qo'ygudek? Mamtimin Shujining deyishicha mustaqillik irodamizni bildirdik ekanmiz. Bu bir kazzab gap. İmzalı xatni to'liq o'qib chiqsanglar bu kazzab o'yinning sababini andin tushunsizlar. Ammo ko'pincha Uyg'urlar quruq shuarlarga aldinib, xatni tafsili birma-bir o'qib analiz qilib chiqmaydi ekan. Mana bu kazzablarning bir tarafdan xalqni aldab, yana bir tarafdan hukumat bilan taksilib, aldirab ketayotganligining sababi. Agar mazkur imzo rostlanib millatga foydali bo'ladigan bo'lsa, yolg'on shuarlar bilan xalqni aldashga, aldalmaganlarga hukumat to'qib paplashga hech hojat yo'q edi. Amaliyotda bu kazzab imzo o'yinning millatning manfaati bilan hech qanday munosabati yo'q. Faqat shu kazzablarning manfaati bilan munosabatli. Bu qitimqi kazzablar ittifoqining o'ynayotgan kazzab imzo o'yinini qo'llamaydiganlar intayin ko'p. Ham nurg'un sabablari bor ekan. Men yuqorida faqat 5 ni dedim. Yana bilganimni desam, ondan eshib ketadi. Menga kelsak, Mamtimin Shujining xalq qilgan chaqirig'ini angladim. O'zini Turkistonlik deydiganlar deb so'zlaydi. Ham men Turkistonlik emas, men hech qachon o'zimni Turkistonlik deb baqmadim. Shunga Mamtimin Shujining chaqirig'ining men bilan ishi yo'q. Ammo bu Turkistonlik pastkash jo'tlarga ahmoq bo'layotgan Uyg'urlar bor. Hech bo'lmasa shularga javob qaytarish majburiyatim bor. G'ulam hukumat bilan Mamtimin Shujiga deydiganim, avval o'zing bu millatni hurmat qilishni bil. Kazablikning, mutahamlikning, to'kmachilikning aqmaydiganligini bil. Uyg'urlar g'ulam hukumatning mol chorvasi emas. Uyg'urlarmi odam, quruq shuar bilan ko'zni tomib qo'yib minib o'ynaydigan eshak emas. Uyg'urlar odam. Sen avval bu millatni hurmat qilishni bilgan vaqtingda andan o'zingmi tegishli javobga erishsan. Andan xalqning qo'llashiga erishish. Andan ish qil. Ish qilgandimi durust ish qil. Bunda qilolmasang xalqni qo'llamadi deb xalqqa gunoh artma. Avtonomiyachi, uchi, buchi deb to'kmat to'qib, takda silib avori bo'lma. Bu millatning issiqchiligidan boshqa hech nima qilmaydi. Sendek pasandilarning takliflaridan qo'rqib qolmaydi. G'ulam to'kmat amni to'kmat o'yinni yig'ishtirsin. Qayrib qolganini bilmaydigan bu hayosiz ishplasning gumoni qanchalik mantiqliq bo'lib chiqishidan qat'iy nazar, gumon pakt emas. Gumonni pakt o'rinda ko'rsatib boshqalar to'kmat qilish bu bir paskashlik. Bu millatga mushundaq paskash qiliqlarni qilib turib yana meni qo'llamadi deb manqoni eqib yursang, qo'llash kerakdi deb beshamli qilib yursang, bu bir ifloslik. Avval o'zing odam bo'lishni o'rganib kel. Bu millatga durust muomala qilishni o'rganib kel. Unda qilolmasang, lalmishdek yurgining yurgan. Ya Allah, yamam uzun yazmakan ara o'qivatdim. Rahmat qayrindishim. Bu xalqninki bu g'ulam yag'ma atalmış jasos anankan Mamtimin Shujiga qarab yozgan savol ekan qarindoshlar.